Manda bir marta hayotimda shunaqa sinov bo'lgan. Parallelno yana bitta tanishimda xuddi bizani hayotimiz bir xil o'tgan. U ham shu yilda turmushga chiqqan, men ham shu yil turmushga chiqqanman. Turmush o'rtoqlarimizni krizisi baravar kelgan. Mana bu yerda yana bitta shaytonning hiylasi. Hozir men endi professional tomondan ko'rsatib beraman. Shaytonning bir hiylasi bor. Biz bilmagan holda. Misolda parallelni gapirib o'taman. Qiz turmushga chiqqan, men ham normalni hammasi turmush o'rtoqlarimizning krizisi bir payt bo'lgan. Men turmushga chiqqanimda mana ozgina shu pulim bo'lgan. Yig'ib qo'ygan pulim, chunki men yoshlikda ingliz tilida dars berardim, yig'ib qo'ygan pulim bo'lgan. O'ylashim, fikrlashimni qarang. Ota-onam yoshi katta bo'lgan, lekin akam juda boy bo'lib, mashinalar ham podarka qiladigan imkoniyatlari bo'lgan. Shunda ham men o'zimga ishongan ekanman. Ularga zararim tegmasligi uchun o'zimcha pul yig'ib qo'yganman, garnitur olsam, agar ular olisha olmasa deb pul yig'gan ekanman. Ishqilib, albatta akam, ota-onam hammasini qilishgan. Turmushga chiqdim. O'zimning pulim bor edi. O'shanda 2001-yil bu где-то $1000 ga yaqin, $800,000. Keyin men o'sha pulni bir tanishimga berib qo'yganman, sanda tursin. To'y-po'ylar o'tgandan keyin qaytarib olaman deganman. Ana shu payt turmush o'rtog'imda krizis bo'lib qolgan. Haqiqatan pul bo'lmay qolgan. Nima yaqindagina student, nimani bitirganlar, magistraturani, endi ish qidiryaptilar. G'ururlari yo'l qo'ymaganki, g'ururlari yo'l qo'ymadiki, otamdan, onamdan borib pul so'rash o'zlarini. Va meni ham g'ururim shunaqa kuchli bo'lganki, hech qachon men ota-onamga borib, bizda shunaqa qiyin vaziyat deb men jalba qilmaganman. Hammasi zo'r deb ko'rsatganman. Men shukr qilaman, meni ota-onam shunaqa tarbiyalagani uchun. O'shanda shu sabr bo'lgan ekan. Turmush o'rtog'imni qiynalganlarini ko'rganimda, hali farzand yo'q, endi yosh kelin-kuyovmiz. Shu qiyinchiliklarni ko'rganimda shunaqa yordam bergilarim keldi. O'sha payt shunaqa impuls bo'lgan. Yordam bersam, ana pulimni hozir olaman, shuni turmush o'rtog'imga beraman degan ichimda niyatim bo'lgan. Lekin shunaqa situatsiya bo'lib qoldiki, o'sha pulimni olaman desam, u inson ishlatib qo'ygan ekan meni pulimni. Juda xafa bo'lganman. Men hozir turmush o'rtog'imga yordam bera olmayapman degan, lekin ichimdan shunaqa yordam bergim kelgan o'sha pulni. O'sha payt yo'q. Allohdan tashqari sen boshqa hech kimga suyaniging kelmaydi, ota-onangga borib dardingni aytging kelmaydi. O'zingcha yoshgina, такой g'ururli inson. O'sha momentda bizda nima yo'qilgan? Ishonch, sabr va ishonch. Ikkalamiz o'tirib yig'laganmiz, hammasi zo'r bo'ladi, ko'rasiz, hali shunaqa zo'r bo'lib ketasiz. Yo'q, men ham yordam bera olmadim, lekin niyatim bo'lgan. O'zlarini urmagan joy bo'lmagan. Davlat ishida ishlaganlar, u yetmaydi, men homiladorman, oyoq kiyim olib berishlari kerak, nimadir bo'lgan, sarpamdagi kiyimlarim ishqilib to'g'ri kelmagan, nima ishqilib qanaqadir vaziyatlar bo'lganki, bizga pul kerak bo'lgan. O'shanda men yonlarda, men prям o'zim esimda, meni holatim, men shunda birga ketganmiz-da, prям hayotda shu bir necha yil qiynalib, men поддержка bo'lib berganman. Men ishonganman. Haligacha esimda bor. У тебя все получится. Вот ты увидишь, ты станешь таким человеком. Shunaqa inson bo'lasizki, shunaqa imkoniyatli bo'ladi. Esimda bor, Matiz turardi 2001-yil. Sovuq, titrab, qaynamga borib xizmatlar qilaman. Hammasi cho'tka 11 gacha ham o'qiyman. Ular davlat ishida ishlayaptilar, stajyor, pul to'lashmaydi. Полный xizmatlarimni, xamirli ovqat bo'ladi, ish qilib, zavtrakdan boshlab orada o'qib kelaman, keyin ujinlarni qilaman, yig'ishtiraman. Xuddi yotqizib, qaynatam, qaynasinglim, ukalarini hammasini ishlarini bitirib, keyin uyga chiqardik, отдельно, yaqin turardik. Hamma xizmatlarim qilib, shunaqa yig'lab, shunaqa ishonib, menda ichimni hozir eslayapman, men uchun meni turmush o'rtog'im mendan kuchli va katta inson bo'lib ko'rardim. Hech qachon teng qilib ko'rmasdim. Do'st, tushunadigan do'stim, lekin qanaqadir obraz bo'lardiki, siz kattasiz, siz kuchlisiz degan narsa yonimda shu obraz bo'lardi. Men ishonaman. Men shu katta insonni men xuddi hozir fizический holatda o'zim menga suyanyaptilar. Albatta ular Allohga suyangan, men ham Allohga suyanganman, ular Allohga suyanganlar, lekin bir-birimizga suyanchiq bo'lganmiz. Shu hissiyotlarim esimda. Esimda bor, yashil Matiz bo'lardi. Unda podyezdimizga kirib ketishdan oldin yashil Matizga qarayirdik. 2001-yil, keyin o'sha homilador bo'lganman. Aytganlar, Xudo xohlasa shunaqa Matiz olib beraman senga. Mana shunaqa Matizlarni haydaymiz deganlar. Bo'ldi. Mana shunaqa qilib nima qilardik? Yig'lardik, niyat qilardik.
nimadirlarni fantaziyalar qilardik, lekin mana bu g'ururimizni nomi Allohga kuchli ishonch deb bilaman men. Kibr emas. Qaytanga biz shunchalik Allohga ishonganmiz va men turmush o'rtog'imga ularda o'xshaydi degan energiyada bo'lganim uchun mana shu narsa bizani chiroyli natijalarga olib keldi. Bitta narsaga keyin o'shanda amin bo'ldim. Men bilan parallelni ana ayol haqida aytib berdim-ku. Ularda ham xuddi shunaqa vaziyat bo'lgan. Ham ularda yonlarida pul bo'lgan. Ular men qilaman, men hal qilaman degan narsa yoqilgan. Turmush o'rtoqlariga o'shanda o'sha katta pul berganlar. Ularda shunaqa vaziyatlar yaralisha boshladiki, turmush o'rtog'i mas'uliyati pasayib, u oilada ayol kishi ustunroq bo'lish boshladi. Men hal qilaman, xavotir olmang degan narsa yoqilib qoldi. Lekin bitta narsa meni qoyil qolgani, bizda bir xil boshlangan munosabatlarimiz, turmush qurishimiz, shundagidir shu ayol esimda. Keyin o'tirganimda o'yladim, Allohim, yaxshiyam o'shanda qarzga berik, men o'shanda tursin degan pul bo'lgan-ku. Yaxshiyam u inson, men uni shunaqa nafratlangan edim, shunaqa xafa bo'lib ketdim, urushib ketganman. Yaxshiyam u inson ishlatib qo'ygan ekan. O'shanda shukur bu seni bizga nisbatan sevging bo'lgan ekan. Bizani shunaqa test qilgan ekansan, imtihondan o'tkazgan ekansan. Hech narsaga suyanma. Meni turmush o'rtog'imga o'sha pul berish imkoniyatini yo'q qilgan. Yaxshiyam o'sha pul bo'lmagan ekan. Ana o'shandan keyin biz shuni uchib ketganmiz. Har bir farzanddan keyin u Matiz u yoqda tursin, boshqa mashina rizq berilgan. O'shanda bilamanki, даже yaxshiyamki o'shanda men yordam beraman, men hozir akamdan so'rayman, qilib beraman degan narsani o'chirganman. Faqat ularga ishonganman. O'shanda rahmat deganman, o'sha inson ishlatganiga, o'sha imkoniyat bo'lmaganiga bizda boshqa narsa yoqilgan. Juda tonki narsa, buni tagida chuqur ma'no bor.